Targetingda tajribasini oshirgan, 2-3 yildan beri targeting sohasida yuradigan shogirdlarimizni, do'stlarimizni, hamkasblarimizni eng ko'p beriladigan savollardan bittasi bu qanaqa qilib targeting jamoasini tuzishim mumkin, qanaqa qilib nazorat qilishim mumkin, qachon boshlashim kerak degan savollar berishadi. Va aynan mana shu videoda qanaqa qilib targeting jamoasini tuzish mumkinligi, qanaqa qilib tuzish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak va buni qachon qilish kerakligi to'g'risida gapirib beraman. Bu уже bizani 3-videoyimiz. Mana shunaqa podkast sifatida, mono podkast sifatida chiqayotgan YouTube'ga videoyimiz. Bu video ketma-ketliklar sizga yoqayotgan bo'lsa, menga bildirishinglarni so'ragan bo'lardim. Aynan obuna bo'lish tarzida like bosish yoki izohlarda o'zingizni iliq tilaklaringizni yozgan holda qoldirsangiz, men bu videolar, bunaqa video ketma-ketliklar yoqayotganini bilgan holda inshaalloh yana bunaqa videolarni davom ettirishda belli qattiqroq bog'lagan bo'lardim. Biz asosiy mavzuyimizga qaytamiz. Targetingda siz o'zingizni jamoangizni tuzishingiz qanaqa bo'ladi? Qanaqa ketma-ketliklar? Nimalarga e'tibor berish kerak va nimadan boshlash kerak? Bu yerdagi vaziyatlar, ketma-ketliklar juda ham har xil. Men bu yerda endi misol uchun aytaylik, qaysi biri to'g'ri, qaysi biri noto'g'ri degan narsa o'zi asosan yo'q. Men hozir bu yerda sizlarga o'zimiz subyektiv fikrim va buni plus-minus taraflarini aytib beraman. Bu yerda siz misol uchun aytaylik, jamoa qilishingiz uchun siz sразу misol uchun vakansiya berasiz, e'lon berasiz, Telegram kanallarga, Headhunterga, OLXga и так далее. Ofis arendalasiz, komandani yig'asiz. Ularga vazifalarni berasiz, ketdi shu bo'yicha. Lekin men o'zim mana bunaqa tarzda ketsangiz yaxshi bo'ladi deb hisoblaydigan yo'lim bor. Bu qanaqa? Siz targetolog sifatida o'z xizmatingizni ko'rsatib qo'yasiz. O'zingizni xizmatingizni ko'rsatish mobaynida yana yangi mijozlar olish ustida ishlayapsiz. Bu bo'lishi mumkin. Lichniy brend yurityapsiz. O'zingizni xizmatingizga target yoqyapsiz. Va bu yerda o'zingizni xizmatingizni ko'rsatyapsiz, o'z yo'liga misol uchun 6 dan 7 ta proyekt bor. Yaxshi ishlayapsiz, xizmat ko'rsatib qo'yapsiz. Va bundan keyin siz уже yana mijozlar sonini oshirishga harakat qilyapsizmi? Уже ya'ni yangi klientskiy potok, yana yangi mijozlar kirib kelayotgandan keyin siz bu yerda уже o'zingizga bitta assistent olasiz. 2 ta assistent olasiz, 3 ta assistent olasiz. Shu tariqa jamoa tuzishni men o'zim to'g'ri deb hisoblayman. Chunki siz bittada 3-4 ta jamoa yig'ib turib, keyin klient qidirishdan ko'ra yoki hozirgi bor klientlaringizni 3-4 ta bolaga shunday berib yuborishdan ko'ra, siz bu narsaga sekin, asta-sekin mayda qadamlar bilan o'tganingiz to'g'ri deb hisoblayman. Ya'ni misol uchun o'sha 6 ta 7 ta proyektingiz bor. 8-inchisi qo'shilyapti, vaqtingiz yetmaydi. Assistent olasiz, assistentni ham qatdan qidiryapsiz. Targetologlar gruppasidan vakansiyalar orqali bu yerda siz targetologlar bilan gaplashayotganda men tavsiya bergan bo'lardim protsentga kelishishni. Ya'ni misol uchun aytaylik 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, ya'ni ana shu summadan, olinayotgan summadan qanchadir protsenti ana shu targetologga o'tadi. Va u targetolog ishlash mobaynida u protsentni ham oshirib borasiz, чтобы uning motivatsiyasi yaxshi bo'lishi uchun. 7 ta proyektingiz bor, xizmat ko'rsatyapsiz, 8-inchisi keldi. Assistentga topshiryapsiz. Gaplashib turib, unga nimalar qilishingiz mumkinligini aytib turib, o'sha vazifalarni o'ziga topshiryapsiz va u bajarib ketyapti. Bitta assistent oldingiz, proyekt ko'paytiryapsiz, ikkinchi assistent olyapsiz, uchinchi assistent olyapsiz. Shu tariqa jamoa tuzishni men to'g'ri deb hisoblayman. Va sekin-sekin keyin keyingi etap o'sha nima bo'ladi? Misol uchun 5 ta bola qo'ydingiz, proyektga yetkazib berdingiz. Keyin o'sha o'zingizdagi bor bo'lgan proyektlarni bitta-bitta sekin-sekin o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Sizda ko'proq vaqt bo'lishi uchun nimaga vaqt bo'lishi kerak? Misol uchun bizning o'zimizda ham jamoamizda 20 ta proyekt bo'ladigan bo'lsa, 20 ta proyektni misol uchun asosiy proyektlarga men o'zim misol uchun zadachalarga o'zim kirib qiziqib raqamlarini o'zim ko'rib chiqaman. Va undan tashqari javobgarligi menda bo'lgan proyektlar ham bor. Bu kamroq. Qolgan vaqtimni nimaga sarflayman unda men? Men yangi mijozlar olib kirish bilan shug'ullanaman. Ya'ni sizning pozitsiyangiz hozirgi bor bo'lgan natijalarni oshirish ustida ishlash bo'ladi va bu narsani masshtablashtirish, ya'ni ham kengaytirish, tizimlash, yangi mijozlarni olib kirish, yangi xizmatlar qo'shish bilan shug'ullanishingiz mumkin bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lgan asosiy narsam aynan mana shu qadamlarini, ya'ni siz o'zingiz xizmat ko'rsatib beryapsiz,
xizmat ko'rsatib berayotgan mobayningizda mijozlar qidiryapsiz. Yangi mijozlar kirib kelgandan keyin assistentni olasiz. Assistentga asta-sekin proyektlarni o'tkazyapsiz. Assistentlar sonini ko'paytiryapsiz. O'zingizdagi bor bo'lgan proyektlarni asta-sekin ularga topshiryapsiz va keyingi qadam уже siz erkinroq bo'lgan holda strategik qism bo'lishingiz kerak. Ya'ni ana shu proyektlarda ko'proq sotuv qanaqa qilish mumkinligi haqida o'ylaysiz. O'zingizni jamoangizda, o'zingizni agentvingizda ko'proq sotuvni qanaqa qilish mumkinligini o'ylaysiz. Qanaqa UTPlar qo'yish ustida ishlaysiz. Qanaqa xizmatlar yangi qo'shish mumkinligi to'g'risida bosh qotirish bilan shug'ullanasiz. Bu yerda misol uchun aytaylik, riski kam bo'lgan, o'sish ham tezroq bo'lgan yo'l deb shuni hisoblayman. Aynan. Ya'ni siz bittada ofis olib turib, bitta komanda tuzib turib, hammani olib kelib turib, keyin sotuv qilaman desangiz, bu yerda risk kattaroq, ya'ni kassaviy razrivlar bo'lish risklari kattaroq. Bu yerda siz investitsiya bilan kirishingiz kerak deb hisoblayman. Bunaqa holatda bo'lsa, siz misol uchun aytaylik, kelayotgan pullarni keyin o'zidan o'ziga reinvest qilib, keyin mas'ablashishingiz mumkin deb o'ylayman. Shunaqa tarzda siz o'zingizni jamoangizni tuzishingiz mumkin. Jamoadagi bolalar bilan misol uchun aytaylik, protsentga kelishadigan bo'lsangiz, ularni ham ko'proq proyekt olishga o'zini motivatsiyasi bo'ladi. Shunaqa tarzda jamoa tuzib, jamoani nazorat qilib, siz targeting jamoa tuzishingiz mumkin. O'ylaymanki, video sizga manfaatli bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling.